Bu uzoq janubda yashay oladigan atigi bitta sut emizuvchi bor. Bu Weddell Tuylini. U nafas olish uchun muzdagi teshikni tishlari bilan qirib, doim ochiq holda saqlash kerak. Bu yerda dengiz muzlari ustida tuylilar ochiq okeandagi yirtqichlardan yiroqda bo'lishadi. Shu sababli bu joy ko'payish mavsumi uchun eng xavfsiz hudud hisoblanadi. Ona qornidagi iliq muhitdan chiqib, muz ustiga tushish har qanday hayvon duch keladigan eng keskin harorat pasayishidir. Ammo uning bolasi hayotining dastlabki 10 kunida suza olmaydi. U shu yerda muz ustida qolib ketishi mumkin. Ona tuylin bolasini shamoldan himoya qiladi. Bahor fasli bo'lishiga qaramay harorat -40 gradusgacha tushishi, bo'ronlar esa birinchi kunlab davom etishi mumkin. 3 kundan keyin ham bo'ron hali ham davom etmoqda. Endi u eng og'ir qaror oldida turibdi. U bolasi bilan qoladimi yoki suvga tushib panoh topadimi? Hozircha bolasining tirik qolishdagi eng katta umid bo'ronning tezroq tinishi. Ammo ba'zi tuylin bolalari bunga dosh bera olmaydi. Agar bu mitti tuylin onasi bilan suvga tushsa, u kelajakdagi har qanday bo'rondan xavfsiz bo'ladi. Suv harorati -2 gradus, ammo qattiq shamolda muz ustida yotgandan ko'ra suv ancha iliq. Endi uning tirik qolish ehtimoli juda yuqori.